Azizlar, mana bu Hisorak suv omborining ustidan ko'rinishi. 1977-yilda qurilishi boshlanib, qariyb 12 yil davomida qurilgan. Suv sathi taxminan suv sathi bo'lmaslik. Ichki turizmni rivojlanish hisobiga bu yillarda ham ayniqsa dam olish kunlari rosa ko'p mehmonlarni ko'rishimiz mumkin. Bizni Shahram akaning amakisi Musulmon kelib hozircha shu UAZ mashinasida Dash Hazrat Sulton cho'qqisi tomon yo'l olganmiz. Bu Hisorak suv omborining shunday ko'rinishi. Ana e'tibor bersangiz, chiziqlargacha suv ko'tarilgan. Endi hozir suvni kamagan vaqti hisoblanadi. Kelsa bo'ladi. 3800. To'g'ridagi cho'qqilardan bittasi Osmon talash cho'qqisi 3800 metrdan balandroq. Kater Yevropada. Muhsin aka, bu yil suv qanday bo'ldi? Suv zo'r. O'tgan yilgilarga nisbatan ancha yaxshi. Suv yaxshi, hamma kanalga bu. Mana suv omboriga ham qarang. Ko'p shunday. Odatda bunday payt ancha pastlagan bo'ladi suv. Yani illa ochilib qoladi, yuqori. Hozir shuni yonidan o'tib ketamiz menimcha. Yo'q, bu yoqdan ketamiz. Ha, ana mana nima sayohatchilar uchun yo'l qilgan-ku. Katerga minadi, kater turibdi. Ha, ko'ryapman. Ha, bitta suv yuribdi. Olganmiz. Yuramiz 5 metr yurgandan keyin charchadik, o'tiramiz. Demak aytaman, 5 minut yuramiz, 1 minut o'tiramiz deyman-da. Birinchi chiqish juda yuqori dedim-ku. 1 minut yurgandan keyin 5 minut bo'lmayapti, o'tiramiz. Ya bo'lgani o'zi titillaydi desam, bir arang 4-minutlarga borib turib, soating toshda buzilgan deydi. Charchadi, toshda buzilgan. Ovqatlanish uchun Hisorak qishlog'i 290-uyga Shahram aka olib keldi bizni. Assalomu alaykum. Shunda yaxshiroq deb. Mana sharoit qilib kelgan. Mana shu yo'lni o'zi olib boradi. Qo'y go'sht, mol go'sht, ilon emas, uloq go'sht bor. Uloq go'sht bor ekan. Uloq go'sht aytdik, kilosi 173 ming. Ne olsiz bular? Bo'ldi va anaqa yeb bo'lmaydi. Doimgidek esimdan chiqib ketgan. Shunaqa joy. Qurgan mening eslardan bittasi. Zadni mo'sidan yel chiqib ketganda chatib. Tire chiqib degan menga yot borib degan shu bilan chiqib ketgan qishloqda.
oy böyle çıkıp gitti, kime gitti. Gitti de bu ola, bu iş tuttu da bu halem yoldan çıkmagan ekan. Bular depti da. Men Mansherga kelib bir o'zi uy qurib yashapti Mansherga. Sher yakkaxona qishlog'i. Keyin yashab sherga qolib, keyin shu qishloq ko'payib ketdi. Yakkaxona qishlog'i. Katta bo'lganda ya yig'ishtirmaymi bizni? Nima qilyapti? Ya achigan ekan nima qilyapti? Vaqti romanga. Bundan battar qo'yib yuboraylik. Kimlardir o'g'aytgan. Ay, arzonroq tushiring desa, yo tushirmayman. Hay, bir joydan chiqaramiz tushiring desa, ayol qayerdan chiqarasan? Qo'yib o'ldirgan. Keyin ay g'amir 200 kilo bo'lgan. Keyin Kapali. ko'tara olmagan. O'sha yerga местный xalqidan chaqirganda eshakka otishib yubordi ekan. Keyin ular indamay kelganda ortishganda keyin nima xabar bergan. Qo'riqxonaga. Ekologiyaga. Ekologiyaga. O'zida do'lashdi.
Shahrom aka, bu ko'l qishlog'iga ta'rif berasizmi? Bilganingizcha. Mana bu magazin ekan. Ko'l o'zi qanaqa nomdan kelib chiqqan? Bu yerda ko'l bormi yo? Uni qishloqdagilardan so'raymiz-da, lekin men o'zim ko'l bo'lgani uchun emas, ana suv mo'l ko'lligi uchun deb tushungandim. Mo'l ko'l degan Yana. so'zdagi. Ha. Ko'ldan olgan qishloqchida ham eng chekka qishloqda, to'g'rimi? Eng Qashqadaryo. chekka bu yoq tepasida qishloq yo'q. U yog'i harbiy bo'linma bor, harbiy bo'linmadan keyin Tojikiston chegarasi. Va alaykum assalom. Bu yog'i chegara. Tojikiston chegarasi. Nihoyatda go'zal. Ajib qishloq. Ko'l qishlog'i oralab yuqoriga chiqyapmiz. Endi bu yerni so'z bilan ta'riflash juda qiyin. Buradagi vibe, atmosfera eski davrlarni eslatadi. Lekin juda chiroyli. Hozir qishloq nima uchun menga juda boshqacha tuyulyapti, juda ham bir chiroyli, ajoyib tuyulyapti desam, sherigimiz Sanjar aka aytib qoldi, eslatib. Havosi nihoyatda toza. Juda ham toza havosi. Ana bir g'arib bo'lgan, endi atmosfera bo'yicha Toshkentdan kelgan odamga bu yer endi juda boshqacha ta'sir qiladi. Uylar, qishloqlar. Qarang, ko'pchiligi 2 etaj qilib solingan uylardi. Keyin yog'och bu yerda dehqonchilik, yog'ochni ham ayamagan. Toshdan. Fundamentlarga ham shu qishloq tosh ishlatilgan. Masjid bo'lsa kerak. Boydan qurilgan uylar. Gaz ishlatilmaydi bu yerda menimcha praktika. Faqat shu o'tin, molxona, tappi. Eng qizig'i bu internet yaqinda bir 5 yil oldin, 6 yil oldin keldi. Ha, O'zbek Telekom chekka qishloqda internet loyihasi asosida. olib kelgan. Ha, yuqori hozir cho'qqigacha olib kelgan. Bu yoqdan parilka bilan shu ikkita Ha, maktabga relay. tortib, maktab releyka bilan maktabdan qishloqqa shuni olib tarqatib olib berdi. Qo'yil. Uylarni qarang shu. Hozir bunaqa uylar qishloqlarda ko'rish qiyin-da. Odatiy qishloqlarda. Masjid mana bu, to'g'rimi? Eskisi bu. Bu eskisi. Yangisi ham bor ekan. Cho'qqilar. Bu qishloqda yangi masjid. Shunaqa, ana. Moskvani. Shu. Mana qizcha. To'g'rimizda ko'rinib turgan Cho'qqi Hazrat Sulton bo'ladi. O'shatgan. Oldik. Otingiz kim sizni? İsmingiz kim? İsmingiz yo'q. Uyal deysizmi? Buni anaqa qishloq sentriga o'xshaydi. Odamlar yig'iladigan joy. Go'zal. Turist xonadon bor ekan. Magazincha shu yerdan mayda juda yetmay qolgan narsalarni olib chiqyapmiz. 48. Bo'ldimi?
Bu bizim mashinamiz. Tog'lar, bulutlar ham bu yerda boshqacha. Bu chiqib qoladigan daramiz. Amakilar jiringga o'ryapti. Shu. Hamma narsa go'zal bu yerda. Kızıp gitti. Damaslarım çıktı da. Profilaktika. Profilaktika qo'yganimda. O'zi shu yerda qolsak bo'lmasmikan? Toda nima bor? Shuni ayting. Tog'ni mahovatini qarang, vajohatini. Ziyoratgoh ekan. Chiqib borishdi. Mana bu yettita toshni birin-birin ko'tarsa baquvvat bo'lar ekan xullas. Zo'r asl chiqargan joyda. O, qani? Yur. Yoki mayib bo'lasiz. Hazrat Sultonga base kampusda yomg'ir bilan kutib oldi. Hozir yomg'ir yog'yapti. Balki kamerada ko'rinmasligi mumkin. Bu yerda dunyoni odam bor. 43 ta mashina bor masjidda. Mana. Quyosh botyapti. Ba'zi mehmonxonalar ham bor. Tog'. Mana narsalarni joylashtiryapmiz. Ikkita palatga tikdik. Bitta 4 kishilik, bitta amakiga yana bir kishilik. Mana Behruz birinchi marta. Anaqa sekin yuradiganlar. Sekin yuradiganlar to Bomdodgacha ham bu anaqa bilan yo'l bilan chiqib borishadi. Menga o'xshagan tezkor alpinistlar erta chiqib qo'ysa u yerda sovuqdan akashak bo'lib qotib nima bo'lsa bo'lib qoladi. O'shaning uchun ana Shahram aka menga ovqat pishirib beryapti. Menga emas, hozir mana Ovqat pishiramiz. ovqatni yeb, damda olib, Shunaqa. mana palatkalar. Keyin chiqib boraveramiz. Biz tezroq chiqamiz. Yo'q, ketib qolgani yo'q. Cho'q shu Erta yerda. chiqqanlar, kech chiqqanlar o'sha yerda cho'q. Shunday. Motamurod qayerga ekan? Mana bu yerda doktorxona ham bor. Doktorxonami o'zi? Kobultlarda ham chiqib kelishgan. Bu zo'r olar ekan, aka. Yaxshi olar ekan, qarang. Bu tualet ham bor. Ya'ni Ayaqda agar svetlar ko'rayotgan bo'lsangiz, mashinalar kelyapti hali o'sha yoqdan. Soatimiz millari 2 dan 15 daqiqa o'tganini ko'rsatmoqda. Tepada ko'rinmaskan, lekin bu tomonga qarasangiz, chiroqlarni ko'rishingiz mumkin. Bular o'sha tepaga soat 9-8 larda chiqib ketganlar. Qaytib tushyapti, chunki tepa nihoyatda sovuq. Biz olgan feedbacklarga ko'ra, o'shaning uchun ular tura olmasdan chiqyapti. Bizlar experience mana Behruz, Sanjar akam juda tajribali alpinistlar sifatida soat 9 da uxladiklarni ovqatlanib olib, soat 1 da shturm qilishni boshladik. Xudo xolasa soat 4 gacha yetib olishdi. 4-5 orasida yetishni mo'ljallaganmiz. Xullas shunaqa. Kameramizlar holni bilgan horimas deydi. Ketdik. Vaqtida yetib boryapmiz quyosh chiqishiga. Ye.
hozir bir tikka jarlikdan chiqaman desam oddiy qiyalik ekan. Va nariyoqqa boramiz nasib bo'lsa. Shuni ustiga. Tamam, Tojikiston. Tepada odamlar, o'sha yerga chiqib boramiz. O'ta qiyin demayman-ku, lekin o'ziga yarasha tik jarlik. Ko'rib turganingizdek quyosh endi chiqib boshladi. Anchayin tikka. Cho'qqa. Aka Oscar. Hazrat Sulton cho'qqisida tong otish. Maqsadli, bahaybat.